Assalomu alaykum bolalar. Bugun sizlar bilan old PUBG, ya'ni eski PUBGni tortishni o'rganamiz. Hop, mana ko'rib turganinglardek akkaunt hamma joyi 100% ishlaydi, emotsiyonlari ko'rinadi. Hop, unda bo'lsa qani ketdi. Xo'sh, bizga kerak bo'ladi webxona oz, Zarchiver hamda Telegram. Hop, birinchi o'rinda Telegramga kiramiz. Telegramga kirgandan so'ng gruppamga fayl tashlab qo'yganman. Men bu shu birinchidagi 189 gigabaytli APKni tortasizlar-da, buni nima qilmaysizlar, yuklab olasizlar. Keyin bizga kerak bo'ladi. Keyingisi 720p. Shasini olamiz. Mana bu 1044p nimaniki? Emulatordagi 1080p. Kuchli telefonlarniki. Hop, Zarchiverga kiramiz. Zarchiverga kirganimizdan so'ng bu yerda yangi fayl yaratishimiz kerak. Hop, masalan, nomini Soliyev qilib qo'yaylik mana. Soliyev. Hop, istagan nomimiz bilan fayl ochib olamiz. Hop, faylni ochib qo'ygandan so'ng downloadsga kiramiz. Yuklamalarga kiramiz. Telegramga o'tamiz. Biz yuklab olgan faylimiz 40 mog'ni bosamiz va boya ochgan faylimizga, ya'ni Soliyevga tashlaymiz. Soliyevga tashlaganimizdan so'ng 720p, ya'ni Telegramga qaytib turib, o'sha downloadsga qaytib turib 720p uni ham tashlaymiz shu nimaga, Soliyevga. Hop, Soliyevga tashlab turib, keyin qiladigan ishimiz webxona o'ziga kiramiz. Webxona o'ziga kirgandan so'ng Android 7 6432 bit Mix 7 versiyonini bosamiz. Create Instant bosamiz. Confirm. Hop, bosganimizdan so'ng bu yerga kirish kerak. Hop, mana уже boshlandi загрузка qilishi. Hop, mana kirib ketdi. Bu yerga kirgandan so'ng biroz qochish bo'lishi mumkin. Mana hop, bu yerda mana bu yerda import bor, import degan ilova bor, o'shanga kiramiz. Importni bosamiz. Importni bosgandan so'ng birinchi o'rinda Zarchiverni topib belgilab turib import qilamiz. Import qilgandan so'ng Zarchiverni o'rnatgandan so'ng keyin faylga o'tamiz. Faylni tanlash, mana files burchida turibdi. O'sha filesga bosamiz. Filesga bosganimizdan so'ng ruxsat so'raydi. Ruxsat so'raganimizdan so'ng boya belgilagan Soliyev nomimizni bosamiz. Mana ikkalasiga ham galочка qo'yib olib turib importni bosamiz. Ikkalasiga ham galочка qo'yib importni bosganimizdan so'ng import qilishni boshlaydi. Hop, buni mana o'rnatib bo'ldi. O'rnatib bo'lgandan keyin mana shunaqa bo'ladi. X bosib ketamiz bu yerdan. Keyin bu yerda mana PUBGga kiramiz. PUBGga kirganimizdan so'ng mana okey. Allow. Yangilash so'ragandan keyin cancel bosamiz va chiqib turib Zarchiverga kiramiz. Zarchiverga kirgandan keyin allow, okey deb bosamiz. Va documentsga kirsak 720 lobby pack turadi. O'shani ko'p qilib turib Android data o'sha PUBG files UA4A games Shadow Track Extra Sovet packs degan joyga olib kelib qo'yamiz. Shu olib kelib qo'yganimizdan so'ng bitta PUBGga yana qaytib kiramiz boshidan. PUBGga boshidan qaytib kiramiz.
Hop, okey. Okey bosamiz. Okey bosganimizdan shunga qarang nima ochiladi. Mana shu ochilgandan keyin ikkisini bosamizda yana bir marta okey bosamiz va mana tayyor ko'rib turibsizlar. Yangi bosamiz. Okey. Mana o'zi boshladi. Hop, xohlagan zonamizni tanlab turib qo'yaveramiz. Bu farqi yo'q. Endi o'zingizlarga qarasizlar. Mana bu serverni boshladim. Startni bosamiz. Va mana akkaunt ochildi. Mana face tanlasangiz bo'ladi. Soch, men mana bu soch yoqdi. Oq qilib qo'yaman va nickni Soliyev top qilib qo'yaveramiz mayli mana. Soliyev top qilamiz dedi. Create bosamiz. Уже mana kirib ketdi. Zichcha buglar bo'lishi mumkin, chunki bu beta versiya. Mana уже mana kirdi akkauntga. Mana UC'larni ko'rib turibsizlar. BP-larni 999-level, Espresso 100-level. Hop, mana inverterga o'tamiz. Hamma kiyimlar bor o'sha paytdagi. Bo'lgan hamma kiyimlar bo'ladi. Emotsiyalar ham shu. Оружияларда ham xuddi shu. Va lobby fonini agar orqasi qora bo'lib tursa, anitga lobby fonga o'tasizlarda, o'sha xohlagan ko'ringanini qo'yib qo'ysangiz bo'ladi masalan. Bittasi ko'rsatmaydi shunaqangi. Mana bu qorli ko'rsatadi. Mana bular qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Godzillani qo'yib qo'yamanmi? Mana bu Sonic yoqdi. Endi bu bittasini qo'yib qo'yamiz. Mana 100-level ko'rib turganinglarda xohlaganlaringni qo'yib olsalaring ham bo'ladi. Bug bo'lib qoldi menda. Shu buglar zeriktirdi. Mana Godzilla temit qo'yib qo'yamiz. Video yoqqan bo'lsa like, comment bosish esdan chiqmasin. Kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin.